Mana shunday yomg'irli osmon ostida issiq uyingizda sof mebellarda mazza qilib choy ichib o'tirishga nima yetsin. Assalomu alaykum bizni kuzatuvchilar. Bildinglar, videomiz boshidan nima ketyapti? Biz xudo xohlasa sof mebel bilan hamkorlik ish boshladik. 3 tumandamiz. Dilfuzaxon onamizni 50 bahorlari bilan qutlashlik uchun umr yo'ldoshlari Shokirjon ota, qizlar Gulchehraxon, Oydinaxon, o'g'illar Samandar, nabiralari Mohunur, Hadicha, Mohizar, Mustafo, Mehrinozlarning nomlaridan qo'ng'ish ulashamiz. Xudo xohlasa, onajonga qanday his-hayajon ulashamiz, bu albatta bizga hozir sir. Ko'ramiz, qanday quvonch ulashamiz, qanday bo'ladi, o'zingizga guvohga aylanasiz. Muhimi, onani quvonchi biz uchun eng katta maqsadlardan bittasi. Sof mebel, shuni unutmang, hamisha yaxshilik uchun, sifat uchun xizmat qiladi. Quyosh qadar mehrning nuri gullar sochar shirin ifoni sizlar uchun Davradan bitta gavhar kun bo'lsa
Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, opa, yaxshimisiz? Shunaqa go'zal pagodada, mana shunday fursatlarda sizning mehribon onaga quvonch ulashlik baxti nasib qilganligidan xursandman. Sizni yaxshi ko'rgan insonlar ko'pligini mana shu oiladan bilsa bo'ladi. Qarang, qancha insonlar bugun sizni qarshingizda turishibdi. Kutganmidingiz, kutmaganmidingiz? Chunki menga qiziq. Kutmagandim. Eng baxtli ona kim hozir? Manda. O'g'lim kelsa undan ham baxtli. Sevinchingiz qanday bo'lyapti? Sevinchim sig'madi chiqaga. Dilfuzaxon ona bir narsa bilan tabriklamoqchiman. Qalbingiz 18 bahorga kirgan oqshomi bilan. Sizdek mehribon onaga har qancha bunday go'zal kunlarni taqdim etsa kamda. Bugun Gulchehraxon, Oydinaxon, o'g'li Samandar, Shokirjon akam, Mohinur, Xadicha, Mohizar, Mustafa, Mehrinoz, qolgan hamma yaqinlaringiz, hammaning nomlaridan faqatgina sizga uzoq umr, sihat salomatlik, yuzlaringizda esa doim kulgu, ko'zlaringizda quvonch yoshlarini ko'rishlikni tilab qolamiz. Singlim Gulchehraxon bir narsani juda ko'p o'zlariga so'rar ekanlar-da. Onajonim tizzalariga bosh qo'yib, 100 yoshlarda duolarini olishlikni Xudodan so'rayman degan so'zlarni aytdilar-da. So'raganga Xudo beraverar ekan. Umringiz uzoq bo'lsin. Mehrni bolalikdan bergansiz. Shuning uchun bugun va alaykum assalomni ko'rgani keldim. Assalomu alaykum go'zal bo'lganda, bolalikdan mehrini bergan, tunlar bedor yulduzlar tergan. Biz uchun minnatsiz mehnatlar qilgan onamning borligi mening baxtimdir. Yuzlari oyimsiz mehribon onam, biz uchun jonini berganim onam. Baxtimga bor bo'ling yuzlarda onam. Sizning borligingiz boyligim onam. Duoda siz doim erta kech, g'ubor yo'q gulumsiz onam. Qiyosingiz topolmayman hech, eng chiroyli gulumsiz onam. Atirgulga parvolarim yo'q, qizg'aldoqqa navolarim yo'q. Mehringizdek davolarim yo'q, eng chiroyli gulumsiz onam, eng mehribon gulumsiz onam. Bu so'zlarni Samandar, hamma nomidan deb qabul qilasiz. Umringiz uzoq bo'lsin. Har bir aytilgan so'zga farishtalar amin deydi. Bugun niyat eshitmasak bo'lmaydi. Aka, birinchi niyat sizdan Xudo xohlasa. Nima deyman? Hozir mana 31 yil bo'ldi. Umr uzoq bo'lsin. Xudo xohlasa 80-90 kirasiz-ku. Ashkulada ham to'lqinlanib, roziligimdan samarasida bu. Umringiz uzoq bo'lsin deb niyat bildirishlik Xudoga nasib qilsin. Umrlar uzoq bo'lsin, baxtlilik ko'z tegmasin. Birga umrlarni hajriga berish nasib qilsin hammamizga ham. Iloyim. Umr uzoq bo'lsin. Shu farzandimiz ham eson-omonki bo'lsin. Iloyim. Umrlar uzoq bo'lsin, baxtimizga doim sog' bo'lsinlar. Bunaqa ona yo'q. Eng mehribon onalar iloyim. Allohim ikki dunyo saodatini bersin. Yuzga kirganlarda ham yo'llarda birga nishonlashni nasib qilsin. Yaxshi ko'rasiz. Yaxshi ko'raman. Rahmat. Baxtli Singlim Onajonim, otajonim, tan jonlar sog' bo'lsin, umrlar uzoq bo'lsin. Doim bosh bo'lib yurishsin bizga. Hech ham kasal bo'lmasinlar. Yaxshi ko'raman otajonimni ham, onajonimni ham. Yuzlarga kirishsin. iloyim, umringiz uzoq bo'lsin. Opa, kelinglar. Assalomu alaykum. Avvalo xush kelibsizlar. Opamlar ham biz uchun rosa qadrlilar. Katta ovsin bo'ladi, lekin biz ovsin demaymiz. Opa deymiz. Bizga hamisha opalik qilganlar. Ilohim umrlari uzoq, rizqlari baland bo'lsin. Doim mana shunaqa kulib yuraversinlar. Bunaqa yoshlarni ko'pini ko'rsinlar. Iloyim. Onam namoz o'qiyapti-dilar. Chiqib ketdim. Assalomu alaykum onajon. Ko'pchilik menga siz hammasini uyushtirasiz deyishadi-da. Mana isboti kutilmaganda kelaman-da. Quvonch uchrashgani. Aytilgan quvonch bilan aytilmagan quvonch farqi bor. Quvonchlar ila qilingan duo esa ijobat deb eshitganman kattalardan. Bugun onamning shukrona kunlari munosabati bilan farzandlari xonadonga taklif qilishdi. Onamga biz o'zimizni ozginagina bo'lgan xursandchiligimizni, rahmatimizni aytmoqchimiz deb taklif qilishgan edi. Baholi qudrat kelib bugun xizmatdamiz. Qarangki, qarisi bor uyni parisi bor deydi. Qarisi bor uyda barokat ko'p bo'ldi deydi. Bo'ladi deydi. Xudo xohlasa umringiz uzoq bo'lsin.
Assalomu alaykum jannatim. Murizzo bo'lsin. İşleringizge Allah rivayet versin, ömrünüz uzak olsun, baxtınız büsbütün, baxtınız otanangizga ham tanjalar sağ olsun. Amin. Hemşe el hizmetde bolup çatçama, martabeniz olup, onun rızkınız baland olsun. Allohu akbar. Qalbingizda baribir niyatingiz bor. Opamlarga. Men biz ona deymiz. Kattami kichikmi? Chunki onalarga xizmat qilamiz, ona deymiz. Onajon Allah'ım özün razı bugün. Mana bu ökelerge boş qosh bolup, mana ovsularga boş qosh bolup, hozirgacha mana chiroyli kelibet eri xotin, chiroyli murosa qilib, yaxshi yashab kelibetdi. Bu farzandlarini Alloh bidirishinidan shakar. Qudalarni qildi, mana nevaralarni ko'rdi Alloh taolo. Shularga yetkizdi. Yana bundan baqida ham eri xotin qo'sha qarib, kelinlarni ilib, yana yaxshi joylardan qudalarni qilib, bu nevaralarni, bolalarni baxt kamoni ko'rsin. Meni ham bolalarimga, ukalarga bosh qosh bo'lib yursin Allohim. O'zingdan so'rayman. Allohim o'zi panohidasin, o'zi rozi bo'lsin. Amin robbil alamin. yaxshi ko'rasizmi ona? Ha, qizimda ko'raman. Ha. Ta'riflanchi. Dilpo'zon qizim. Ha. Qaysi xislatlari sizga yoqadi? Hamma xislati yo'q edi. Eng yoqadigan. Eng yoqadigan o'zim yaxshi ko'rib olganman. Epchilligini, chaqqonligini, lazini borligini, chiroyli muomalasini ko'rib o'zim 10-15 ta qizdan tanlab olganman. Uningiz sog' bo'lsin. Ona Dilfuza opamlardan rozimisiz? Albatta roziman. Bolalarni baxtini ko'rsin. Iloyim beni yaşından ham o'tib yursin Alloh. Mana hozir men 70 yoshga kirgan bo'lsam, qizim 80-90larni ko'rib, mana o'g'lim bilan birga qo'sha qaraysin Alloh. Men sizni 70 ga o'xshatmayapman-da. Qalb 18 ga kirgan aniq. Mana 18. Ko'ngil, to'g'rimi ona? Rahmat ko'nglimi ko'targaning uchun. Allohim bergan yosh esa 60 atroflarida o'ylagandim. Mana shu bolalarim nimasidan-da yaxshiligidan. Uningiz sog' bo'lsin. Bolalarim yaxshiligidan-da. Jahongir aka, Ha. bugun hamma niyatini eshitib ketang. Qani Jahongir aka? She'r aytadigan bolajonlar bor ekan. Qani kim edi? Qanida aka kim? Kim edi? Kim Mustafa? Keliqo. Nabiralaringizmi? Onam nabiralar kelinglarchi. Mustafa, Kim Og'zar, ko'pida. Hadicha, ha. Mehnaski. Qani? Xo'jonga tabriklayman. Acha tabriklayman. Yaxshi ko'raman. Yaxshi ko'raman, bunda safarlarga boring. Ilohim. Qani? Acha sizni yaxshi ko'raman, umringiz uzoq bo'lsin. Yuzlarga kirib yuring. Hadichaxon kelingchi. Kim Hadicha? Men o'zim boraman oldingizga. Tabriklayman deb. Tabriklar. Umrlar uzoq bo'lsin. Yana kim bor? Qani? Acha tug'ilgan kuningiz bilan tabriklayman. Yaxshi ko'rasizmi? Mehrinos. Qani mehr? Qani? Kelingchi. Qani kelingchi Mehrinosxon? Kelingchi. Hop, uyatyaptilar. Siz endi Jahon aka chiqib ketib qoldilar shekilli. Taassurotlar qanaqa bo'lyapti? Taassurotlarim hayajondaman. Umringni uzoq bo'lsin, rizqingni baland bo'lsin, topgan pulingga Alloh barakasini bersin. Sizlarni bolalaringni ham mana shunaqa qilib sizlarni xursand qilib yursin. Hamisha yaxshi kunlarda uchrashaylik. Shunaqa videolarni ko'rganda o'tganmi? Aytganmiz bolangizga aytmaganmiz. Yo'q, aytmaganman. Nevaram kirib gitara chalyapti deydi. Qanaqa gitara deb shikib Alloh ko'p onalarga shu savolni bersam, yo, qani farzandimga aytaman, imkoniyati bo'ladi, bo'lmaydi, bo'lmay qolsa nima qilaman? Farzandimni qiynaganim qoladi deydi-da. Faqatgina ota bilan ona farzandini o'ylar ekan-da, o'zini o'ylamasa ham. Umringiz uzoq bo'lsin. Bizni qadrdon akamiz. Ne diyeyim endi? Hamma gapsanda. Hamma gap. Albatta. Yo'q, gapiraman. Endi bugungi kun sababchisi biz oilada eng kattamiz Dilfuza opa. Tug'ilgan kuningiz bilan tabriklayman opa. Baxtimizga doim sog' salomat bo'ling. Biz nima deyman? Men shu kichikligimda kelganlar xonadonimizga. Shu kelganlar shu opa deganimiz hozirgacha mana opamlarda eng katta opam shular. Bulardagi Minoja opam borlar, singillarim bor. Ko'p eshib ketganmiz shundaki. Doim shu opam baxtimizga sog' salomat akam yonida doim birgalikda hamjihatlikda uzoq umr kechirsin, baxtlarni farzandlarning baxt kamolini ko'rsin. Birgalikda hammamiz birga ko'raylik. Baxtimizga onajonimiz sog' salomat bo'lsinlar. Doim uyimizni to'yirda, to'y hashamlarda duogo'y bo'lib o'tirishlarini Alloh nasib rozalasin. Kelasi yil kelasi shu kunga hammamiz birgalikda yana shunaqa diydor g'animat ko'rishni, bundan da ko'payib turishni Alloh nasib rozalasin. Ilohim. Baxtli bo'ling. Kelayotgan yangi yil
omadli yil bo'lib ketsin hammamizga ham. ilohim. Kim niyat qilgan bo'lsa niyatiga yetsin ilohim. Ilohim. Ona quvondingiz hozir. Qilingan duo ijobat deb eshitganman. Ko'p borib buni guvohiga ham aylandim o'zim. Kutilmaganda shuning uchun sinimdan iltimos qildim, kutilmaganda quvontiraylik, shu duo qilsalar, shu qilgan duolar ijobat bo'lsin deb so'radim-da. Bitta duo qiling. Amin. Allohim hammani nima shunaqa yaxshi kunlarga yetkazsin. Baxtimga umr yo'ldoshim tan joylari sog' bo'lsin, topganlarga Alloh barakasini bersin. Bolalarim ikkala qizim tushgan joyda azizim mukarram bo'lsin. Nevaralarim yoshlarning qatorida katta bo'lsin. O'g'lim Samandar ham eson-omon bag'rimizga kelib olsin. Sizlarning ham tanjaringlar sog' bo'lsin. Xalqqa yaxshi mana shunaqa quvonchli kunlar ulashib yuraveringlar. Baxtimizga bo'lmaydi, tan joylari sog' bo'lsin. Bizga bosh bo'lib duo qilib yursinlar, hajlarga borsinlar. Ilohim. Amin. Amin. Allohu akbar. Bugun sizni quvontirganligimdan xursandman. Shukrona kunlaringiz muborak bo'lsin.